Qani boshladik. Sizni o'pkalaringizni tekshirib ko'ramiz. Demak, birinchi daraja bu chekuvchilarning darajasi ekan. Agarda shu joygacha ushlab turgan bo'lsangiz, like bosish esdan chiqmasin. Faqat 5% odamlar oxirigacha yetib borishadi. Demak, bular sportsmenlar. Ikkinchi daraja kuchsiz o'pka ventilyatsiyasiga, ya'ni o'pkaning sog'lig'i kuchsiz darajada rivojlangan odamlarniki. Uchinchi darajaga qarab ketyapmiz, ushlaymiz. Bu oddiy sog'lom insonlarning o'pkasi. Agar shu joygacha ushlab turgan bo'lsangiz, podpiska bosib, kommentariy yozib qo'yasiz. 4-daraja, demak, sportchilarniki. Ushlaymiz. Agar bu